Hammaga assalomu alaykum. Baby Lux do'konida va nihoyat ko'payish. Milano nomidagi komodimiz bilan shkafimiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Mebellarimiz 100% MDF dan ishlangan hamda gipoallergenli kraska bilan sepilingan. Ko'rib turganingizdek, shkafimizning bir yon qismi polkali bo'ladi. Bolajonlarning kiyimini bemalol joylashtirsanglar bo'ladi. Ikkinchi tarafi esa veshilka bilan jihozlangan bo'ladi. Tepa va past qismi veshilkali bo'ladi va shunaqa maxsus o'zini polkachasi ham bor. Past qismi ikkita tortma bilan jihozlangan. Chuqur bo'ladi va davchukli mexanizmda bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, shunaqa rover bilan qilganmiz, o'ziga yarasha chiroyli vid bergan. Endi komodimizga kelamiz. Komodimiz ham 100% MDF dan ishlangan, 4 ta tortmali bo'ladi. Har bitta tortmasi chuqur ishlangan bo'ladi. Bu ham davchukli mexanizmda ishlangan bo'ladi. Zakaz asosida ustki qismini pelinalnik qilib beramiz yoki-da ichki qismini organayzer bilan qilib beramiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, komodimizning narxi 3.200.000 so'm, shkafimizning narxi 4.800.000 so'm. Do'konimizga kelib ko'rib buyurtma bersanglar bo'ladi yoki-da dastavka xizmatidan foydalansanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.